بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Yahudi, Nasrani va mushriklardan bo'lgan kofirlar to o'tgan kitoblarda va'da qilingan alomat kelmagunicha kufrlaridan voz kechmadilar. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. U alomat pok sahifalardagi Qur'onni tilovat qiladigan Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. فيها كتب قيمة. Bu sahifalarda haqqa va to'g'ri yo'lga yo'llaydigan rost xabarlar va adolatli buyruqlar bor. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Yahudi va Nasronilardan bo'lgan ahli kitoblar o'z kitoblarida topgan alomatlardan kelib chiqib, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambarligi haqida ixtilof qilishmasdi. Ular uning payg'ambar bo'lishi haqligida yakdil edilar. Faqat u payg'ambar qilib yuborilgach, Tavrat va Injilda va'da etilgan payg'ambar u ekani haqida ixtilof qilib bo'linib ketishdi. Ba'zilari unga iymon keltirdi, ba'zilari hasad va zulm bilan uning payg'ambarligini inkor qildi. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Halbuki boshqa barcha shariatlarda ham ibodatda faqat Allohning roziligini istagan va shirkdan iymonga burilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga, namozni to'kis ado etishga, zakotni o'tashga buyurilgan edilar. Eng to'g'ri din bo'lmish islom shudir. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Yahudi, Nasrani va mushriklardan iborat kofirlarning jazosi jahannam bo'lib, unda abadiy qoladilar. Ana o'shalar eng yomon odamlardir. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Allohga iymon keltirgan, payg'ambarga ergashgan va yaxshi amallar qilgan kishilar esa eng yaxshi odamlardir. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ularning qiyomat kuni Parvardigorlari huzuridagi mukofotlari daraxtlari va qasrlari ostidan anhorlar oqadigan bag'oyat go'zal va mangu adin jannatlaridir. Ular unda abadiy qoladilar. Alloh ulardan rozi bo'ldi va ularning solih amallarini qabul qildi. Ular ham Alloh tayyorlab qo'ygan anvoyi noz-ne'matlarni ko'rib, undan rozi bo'ldilar. Bu go'zal mukofot Allohdan qo'rqqan va unga osiy bo'lmagan kishilar uchundir.